424 ming so'mga pishirilgan go'sht zakaz qildim. Qani buni endi mazasini birgalikda ko'ramiz. Go'shtxo'rlik qilgim kelib ketdi rosa. Go'shtni yaxshi ko'raman. Ayniqsa go'shtni o'zini yeyishni yaxshi ko'raman. Shunaqa pishirilgan go'shtni. O'shanga ko'zimni yumib bitta go'sht zakaz qildim. Buning ichida to'la chesnoklari bor ekan. Endi buni pichoqda kesib maza qilib yeb ko'ramiz. Men chala pishirilgan go'shtni rosa ham yaxshi ko'raman. Chala pishirilgan steyklarni o'shanga har safar go'shtxo'rlikka borganimizda o'zimga chala pishirilganni zakaz qilaman. Bu ham chala pishirilgan yumshoq bo'ladi. Men qaranglar, keyin buni botirib yeyishga sousi ham bor. Qaranglar, chala pishganligi ko'rinib turibdi. Mana shu sousga botirib yeyiladi. Qani, bismillah. Вообще yumshoq и mazza. Og'zingizda erib ketadi boru. Вообще yaxshi ko'raman shunaqa pishirilgan go'shtlar. Mana buni qaranglar, 424 ming so'mga menimcha arzisa kerak, nima deb o'ylaysizlar? Lekin bu go'shtni olib uyda shunaqa qilib pishirishi iloji yo'q-da. O'shaning uchun oshxonaga borib yeymiz qaynonam bilan ko'pincha. Lekin bu oshxonaga borganimizda qaynonam har bir kichkina go'sht zakaz qildiradilar. Yaxshi ham men to'layman ovqatga yo'q. Shunda ham kichkinagina go'sht zakaz qiladilar. Ta'mini ko'rsak bo'ldi-da deydilar. Balki to'yib yeyish uchun kelish kerak emas, ta'mini ko'rsak bo'ldi deydilar. Men maza qilib go'shtxo'rlik qilgim keladi. Sizlar ham yeb ko'ringlar-da. Qo'ziqorinlik kasha zakaz qilganman. Вообще mazza. Bu kashani men Koreyada raddomda rosa ko'p ichganman. Qo'ziqorinlik kasha bu. Вообще mazza. Bismillah. Va shunaqa gurucham zakaz qilganman. Hidimdan poqina guruch, lekin mazali. Bismillah. Hali issiqqina ekan. Eng qizig'i, bu ovqatlar sovib qolmasin deb ichiga shunaqa issiq shunaqa narsani solib qo'yishibdi. Birinchi marta ko'rishim. Ovqat sovib qolmasin deb shunaqa narsa qo'yganini birinchi marta. Odatda muz qo'yib qo'yadi. Ovqat erib ketmasin yoki nimadir bo'lib qolmasin, aynib qolmasin deb muz qo'yishadi, lekin bu oshxonada issiq shunaqa narsani birga jo'natishar ekan ovqat bilan. Вообще zo'r. Bu oshxonadan birinchi marta uyga zakaz qilib ko'rishim, chunki odatda biz bu oshxonaga borib ovqatlanardik. Bu videoni go'sht yaxshi ko'radigan tanishingizga yuborib qo'ying.